Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi darvozamizni Jizzax viloyati Arnasoy tumaniga o'rnatdik. Ko'rishlaringiz juda chiroyli holatda bu darvozamiz. Bu darvozamiz tanishtirishdan oldin bu darvozamiz общий 18,5 million so'mga tayyor bo'lib o'rnashtirdim. Shu pulga arziydimi yo'qmi kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Bu darvozamizni yaqinroq tanishtirib o'tamiz. Bu darvozamizda ishlatilgan materiallar kesaklari 10 ga 5 shvillerlardan polni ishlatilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Undan tashqari ichidagi profillar hammasi 1.7 lik 6 ga 4 garyachi profillar ishlatilgan hamma joyiga. Undan tashqari listlarimiz ham 2 lik listlar garyachi ishlatilgan hammasi ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli, ideal holatda chiqdi. Zamoglarimiz ham bir aka yaqinroqdan ko'rsatib o'tasiz. Mana zamoglarimiz ham Zuber zamogni kattasidan qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli holatda chiqdi. Bu darvozamizni bir to'liqroq ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uy egalariga xudo xolasa yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Kimgaki shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa. Hammaga katta rahmat, kuzatishda davom etinglar.